Ya hormaylar, nima ish bo'lyapti bu yerda? Akalarimiz pul topishyapti aka. Kvadratiga 20 ming so'mdan oladi. Bir kunda 3 ta akamiz 80 kvadrat quyishadi aka. 1 million 400 ming 1 million 400 ming kuniga so'mga topishadi xudo xolasa. zo'r. Mana tayyor bo'lgan fasadli plitalarimiz Samarqandga Miramirlik fasadli plitamizdan 700 kvadrat zakaz qilyapti. Zakaz quyishyapti. Akalarimiz. Xo'p, akalar biznes boshlamoqchi bo'lganlarga to'liq sir-asror hamma narsasini o'rgatib qo'yishadi. Sushilkaga ham katta joy kerak emas ekan. Xo'p. Buni tashkillagan odamga qancha qoladi biznes egasi? Xo'p aka, ularni batafsil showroomda ichida gaplashamiz. Oldindan olib ketdingiz, yana olib ketyapsiz. Yana olib ketyapsiz. Siz qo'ni qo'shni o'z zakaz olib chiqaveradi. Qo'ni qo'shni ham mana men uyga qildim. Ko'rishdi, zam qilaylik deyishyapti. Kvadratiga 85 minglik g'ishtlarimiz Andijon Paytiqqa ketyapti. Qolib qanday chiqadi desang, mana akalar. Tayyor bo'ldi. O issiqqina. Qaranglar sifatda. Gold Clinker'da yana bitta yangi showroomiga kelganmiz akalar. Go'zallikni qaranglar. Bitta qolip sotasizlar 50 xil rangli g'isht chiqarsalaring bo'lar ekan. Qolip turlari hamda narxlarini. Xo'p aka, qolipimiz turlari hozirgi kunda 50 xilga yaqini bor. Narxlari 130 dollardan 190 dollargacha. Farqi rezinasining sifatida. Plitalarimiz narxlari 65 ming so'mdan 95 ming so'mgacha. Bular ham narxi, rangida farqi bo'ladi aka. Xudo xolasa aloqaga chiqsa batafsil tushuntiramiz klientlarga.